Uyghur qirg'inchiligi haqida Amerika hukumati eng dastlab bo'lib rasmiy holda qaror olgandan buyon Amerika va Yevropa qit'alaridagi bir qism parlamentlarmi buningga ovoz qo'shdi hamda bu vaqtda qaror oldi. G'arb dunyosidagi zo'r ta'sirga ega mamlakatlarning biri bo'lgan Angliyaning parlamenti Uyghur qirg'inchiligi haqida qaror olgan hamda buningga munosabatli ba'zi xizmatlarni vujudga chiqargandan keyin bu jihatdagi eng yangi taraqqiyotlarning ko'langilari 29 mart kuni namoyon bo'lishga boshladi. Siyosiyon gezitining 29 martdagi xabarida aytilishicha, Angliya Emgak partiyasi rasmiy holda o'zlari 2024-yildagi saylovda yengib chiqib hukumatni o'tkazib olsa, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish qilmishini rasmiy holda qirg'inchilik deb jakolaydiganligini bildirgan. Emgak partiyasining saplanma tashqi ishlar vaziri David Lamy bu vaqtda so'z qilib, keyingi qitimda hukumatni tashkillash fursatiga erishsak, men har qaysi taraflar bilan birlikda kuch chiqarib, Uyg'ur qirg'inchiligi haqida rasmiy qaror olishga tirishiman degan. Xitoy hukumatining Uyg'urlarni millionlab lagerga qamishi, lagerlarda ruhiy va jismoniy qiynoqlarga mahkum qilishi, oxirida ularni turkum-turkumda Xitoyning zamonaviy qullar qo'shiniga aylantirishi haqida ko'plagan isbotlar o'ttirg'i chiqqan. Hatto BDTning rasmiy dokladida bu holning insoniyatga qarshi bo'lgan jinoyat ekanligi aytilgan bo'lsa-mu, Xitoy bilan bo'ladigan g'oyat zo'r miqdordagi iqtisodiy munosabat va savdo faoliyatlari tufaylidan navbatda ko'plagan hukumatlar bu vaqtda qaror olishdan o'zini tortib kelmoqda. Emgak partiyasi 2021-yili Angliya parlamentining Uyg'ur qirg'inchiligi haqida qaror olishida muhim rol o'ynagan bo'lib, bu vaqtda David Lamy apandi so'z qilib, bu Emgak partiyasining Uyg'urlar haqiqiy maydoni. Xitoyning Xinjiangdagi barg'ansir avjivatgan zulm va bostirishlari bizni zo'r andishiga giriftor qilmoqda degan. Shuning bilan birga Angliya parlamenti Uyg'ur qirg'inchiligi haqida qaror olgan, xalqaro jamiyat bu vaqtda o'z andishlarini ifodalayotgan ahvolda Angliya hukumatining bu vaqtda sukut qilishini to'g'ri ko'rmaydiganligini ta'kidlagan. Emgak partiyasining bu vaqtdagi maydoniy va ko'z qarashi oshkor e'lon qilingandan keyin muhojiratdagi Uyg'urlar bu taraqqiyotni qizg'in olqishladi. Angliyadagi Uyg'ur faoliyatchi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Angliyadagi vakili Rayma Mahmud xonim bu vaqtda muxbirlarga so'z qilib, buning kishiga to'liq umid beg'ishlaydigan bir xabar bo'lganligini bildirgan. U bu vaqtda so'z qilib, hozir ko'plagan parlament a'zolari dodillik bilan Uyg'urlar haqida so'z qilayotgan bo'lsa-mu, hozirgi hukumatdan texcha biror tadbir vujudga kelmadi. Ammo xalqimiz har bir minutda to'xtamasdan qirilyotdi. Bunday ahvolda Emgak partiyasining bu xil maydoni maqtashga arziydi degan. Radiomizning bu vaqtdagi ziyoratini qabul qilganda bu jihatdagi ahvollarni tunishtirib, buningdagi ba'zi reallikni ko'rsatib o'tdi. Bizningki, masalan, Angliyada elib berayotgan faoliyatlarimiz mayli hukumatga qilayotgan lobby ishlarimiz bo'lsin, Uyg'ur so'tninki qurilishi va eng oxirgi qarori undan keyin asosliq bizningki birinchi hukumatdan kutadiganimiz Angliya hukumatidan bu Uyg'urlarga o'tkazgan Xitoy hukumatiningki Uyg'ur xalqiga o'tkazgan bu jinoyatni qirg'inchilik deb jakalash. Ama hazırgıçılık bu konservatif partiyasi huquqdagi hukumat texi buni jakalığını yok. Xalqaro sud bir taraf qilish kerak. Biz mandaq shaxsiy sudlarni yoki parlamentninki qilgan qarorlarni biz qabul qilmaymiz degan har xil bahanalar bilan buni hazırgıçılık qabul qilmadi. Hamda bu konservativ partiya hukumatning 3-qitim saylanishi hozir ya'ni uzun vaqt qolmadi bularningki yana bir saylan bo'ldiganqa. Agarda bu da saylan bo'lsa, Emgakchilar partiyasiningki huquq chiqishi ehtimoli nihoyat yuqori. Emgak partiyasining bu xil mavqesi Uyg'urlar va Uyg'ur qirg'inchiligiga munosabatli xizmatlar bo'yicha shug'ullanayotgan har soha kishilarini suyundirganligi ma'lum. Xitoy haqidagi xalqaro parlamentlar birlashmasining ijroiya direktori Luke Depolford apandi vaqtdagi savollarimizga yozma javob qaytarib, o'zining bu vaqtdagi qarashlarini biz bilan o'rtoqlashdi. Uning javobida mundaq qurlar ko'zga chiliqdi. Emgak partiyasining saplanma tashqi ishlar vaziri Uyg'urlar duch kelayotgan reallikning qirg'inchilik ekanligini pat-pat ta'kidlab kelyotdi. Emgak partiyasi qirg'inchilik qilayotgan davlat bilan savdo aloqasida bo'lmaslik haqidagi ovoz berish faoliyatida ilgari keyin bo'lib 6 qitim bilat tashlagan. Shunga saplanma tashqi ishlar vazirining bu vaqt qilgan so'zlaridan men qilchimi hayronlik his qilmadim.
Ammo bu yerdagi haqiqiy sinoq Emgek partiyasi rasmiy holda hukumatni qo'lga olgandan keyin ularning bu maydonining qandoq bo'ladiganligida namoyon bo'ladi. Darvaqa, Britaniya hukumati bu qirg'inchilik haqida rasmiy qaror olsa, bu bizning qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasi va boshqa sohalardagi majburiyatlarimizni astoydil ijro qilishimizga yo'l ochadi. Biz bu manzarning barliq kelishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Shuning bilan birga buni amalga oshirish uchun davomli turda kurash qilamiz. Rahima xonimning bildirishicha, diplomatiya dunyosida hokimiyatga chiqishdan burunqi va keyingi vaqtlarda siyosiyonlarning o'z va'dasiga amal qilish qilmaslik masalasi mavjud. Ammo bu hol hozir har qaysi matbuotlardan keng yer olsa, u holda Emgek partiyasining bu vaqtga maydonni o'zgartirib olishi ular uchun qiyinga tushishi mumkin ekan. Bizningki asosli qilayotgan bu Angliyadagi faoliyatlarimiz bo'libmi hukumat arzu qilayotgan, talab qilayotgan nimalarning eng birinchisi shu Uyg'ur qirg'inchiligini jakalash va Xitoyga shu qirg'inchilik ahdnominingki nimasi bo'yicha butun o'zininki majburiyatini o'tash majburiyati, ya'ni mayli sodada bo'lsin, amaldorlarni jazolash, Xitoy hukumatiningki shu qirg'inchilik o'tkazganligi uchun xalqaro sudida javobgarlikka tortish. Bu bizningki eng yuqori darajadagi hukumatdan talab qilayotgan birinchi talabimiz. Endi hozir bu Emgekchilar partiyasiningki tashqi ishlar ministrligi kelgusida shu tashqi ishlar ministrligi bo'ldigan kishi David Lammy, hozir shadow secretary. Bu odam ochiq oshkora biz bu Uyg'urlarga hozirgi Xitoy hukumatiningki elib berayotgan siyosatini qirg'inchilik deb qaraymiz va boshqa hukumatlar bilan birlashib xalqaro sudda Xitoy hukumatiningki bunga javobgarlik tortishni talab qilamiz degan ma'noda qitim hozirgacha mushunaq bir bayonot berdi desak bo'ldi. Shuning uchun bu bizningki shu faoliyatlarimiz uchun intayin bir mo'yim bir bayonot. Deganimdek Emgekchilar partiyasiningki buda qitim huquq chiqib qilishi ehtimoli nayt yuqori. Agarda chiqib qolsa, o vaqtda bu hozirgi degan bu so'zdan yenivilishi biroz tas bo'ldi. Bilimiz albatta nurg'un vaqtda huquq tutmagan partiya hamma narsani deyalaydi. Lekin huquq chiqqandan keyin o'zgarib oladigan ishlar ko'p. Lekin hozir bu matbuotlarda bundaq yeyilgandan keyin bu gapini qaytarilishi biroz tas bo'ldi deb o'ylayman. Angliya parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhining a'zosi Uyg'ur davosini anglatishda turli yig'ilish va namoyishlarni tashkillab faol tirishchanlik ko'rsatib kelayotgan Jaya Pasak o'zining bu yangi taraqqiyotdan qisman bo'lsa umid nurini ko'rganligini aytdi. Uning radiomizga qaytargan bu vaqtdagi yozma javobida mundaq qurilaba. David Lammy hozir Angliya hukumatining qirg'inchilik ahdnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini ado qilish sohasida mag'lub bo'lganligini tunib yetdi. Shuning uchun u bu jihatdagi eng yaxshi tanlash qatorida Angliya hukumatining o'z ittifoqdoshlari bilan birlikda ko'p taraflama harakat qilishini muvofiq ko'rdi. Bu haqiqatan odamni rag'batlantiradigan bir yangilik hisoblanadi. Shuning bilan birga Angliya hukumatiga Uyg'urlar uchun adolat izlash yo'lidagi xizmatlarga yetakchilik qilish imkoniyati ato qiladi. Rahima xonimning bildirishicha, bu qatimqi yangi yuzlanish Angliya uchunla emas, balki Yevropadagi boshqa mamlakatlar uchunmi bir qatamliq ruhiy silkinish bo'lib qolishi mumkin ekan. Dal shundaq bo'lganligi uchun bu amaliyotda Angliyadagi Uyg'ur jamoatining yillardan buyon harmay talmay tirishib qilayotgan da'vo ishlari uchunmi ijobiy rol o'ynaydi. Endi agarda Emgekchilar partiyasi huquqi saylanib rasmiy Angliyada davlat huquqi shularning qo'liga o'tgan vaqtda bu qirg'inchilik deb rasmiy jakolasa, bu faqat Angliyada emas, bütün Yevropada çoğun təsir buldu. Belkim bu jakalagandan keyin Yevropa devletleri mi, Yevropa Birliği bununla avaz erişishga mecbur qilishi mumkin.
Yani Yevropadagi boshqa davlatlarmi ergashishga majbur qilishi mumkin. Biz shuni umid qilamiz hamda. Shuning uchun hamda bu rasmiy mediada bundaq bir bayonotning bo'lishi ochiq oshkora bundaq bir e'lon qilishi bizningki mush Angliyadagi elib berayotgan da'vorimizningki bir cho'ng natijasi deb hisoblanadi. Aloqador materiallarda ko'rsatilishicha, Emgak partiyasi Angliyadagi eng asosli siyosiy partiyalardan bo'lib, ularning 2024-yildagi saylovda yengib chiqish ehtimoli cho'ng deb qaralayotganligi ma'lum. 1922 yildan buyon Emgak partiyasi izchil turda hukumat tashkil qiluvchi partiya yoki eng asosli o'qituvchi partiya bo'lib kelmoqda.